Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan yirik jinoiy tarmoq faoliyatiga chek qo'yildi. Tasavvur qiling, oddiy ofis, kompyuterlar, telefonlar, hech kim shubhalanmaydigan yosh yigit-qizlar. Ammo bu devorlar ortida insonlarning ishonchi sotiladi. Millionlab mablag'lar firibgarlik orqali qo'lga kiritiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tarmoq vakillari xorij davlatlari fuqarolarini yuqori daromadli investitsiya va kriptovalyuta loyihalari bilan aldab, ularning mablag'larini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan. Buning uchun chet tillarni mukammal biladigan yoshlar, nufuzli universitet talabalari jalb qilinib, ularning har biri kuniga yuzlab qo'ng'iroqlarni amalga oshirgan. Tezkor tadbirlar davomida Toshkent shahrida ikkita yirik ko'l markaz fosh etildi. Yashnobod tumanida joylashgan biznes markazlaridan birining 6-qavatida o'tkazilgan tintuv tergov tadbirlari davomida binoga joylashib olgan ko'l markazida jami 97 nafar shaxs aniqlandi. E'tiborli jihatda mazkur shaxslarning 5 nafari chet el fuqarolari. Tezkor tadbirlar Yakkasaroy tumanida ham davom ettirildi. Biznes markazi binosining 11-qavatida aniqlangan navbatdagi ko'l markazida 34 nafar shaxs faoliyat olib borayotgani, ularning 3 nafari esa chet el fuqarolari ekanligi aniqlandi. Ko'l markazlarida boshqaruvchi, tashkilotchi, yordamchi, jamoa sardorlari va operatorlar oyiga 70% gacha daromad orttirishga qiziqtiruvchi kontentlar aks etgan phishing havolalar tayyorlab, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Daniya va boshqa xorijiy davlatlar fuqarolariga soxta raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib, treyderlik niqobi bilan investitsiya tariqasida kriptoaktivlarni o'tkazma qilishga erishgan. Xodimlarni ishga jalb qilishda yuqori konspiratsiya qoidalariga amal qilish yuzasidan alohida o'qitilgan va xorijiy fuqarolar bilan taxalluslar orqali suhbatlashilgan. Binoga kirish qat'iy nazorat ostida amalga oshirilib, maxsus qo'riqchilar eshik oldida doimiy faoliyat olib borgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida yuqoridagi manzillardan uyushgan guruh jinoiy harakatlarni amalga oshirishda foydalangan 136 ta kompyuter, 90 ta monitor, 73 ta protsessor va 53 ta monoblok, 320 ta telefon apparati, 128 ta qattiq disk va 175 ta xotira qurilmasi, 2 ta seyf va boshqa turdagi vositalar aniqlanib, hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu sxemani tashkil etgan shaxs chet el fuqarosi bo'lib, u mamlakatimiz hududidagi noqonuniy faoliyatini 1978-yilda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan hamkorlikda amalga oshirgan. Jinoiy uyushmaning mazkur 2 rahbari va yana ko'l markaz noqonuniy faoliyatining asosiy gumonlanuvchilari bo'lgan 8 nafar shaxs qamoqqa olingan. Shuningdek, yana 10 nafar gumondorlar qamoqqa olingan hamda qolgan 111 nafar shaxslar bilan tezkor surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda. Bu operatsiya faqat bitta jinoiy guruhni qo'lga olish emas, bu minglab insonlarning moliyaviy yo'qotishlarining oldini olish, mamlakatimiz hududining xalqaro kiberfiribgarlar markaziga aylanishiga yo'l qo'ymaslik va O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini himoya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligi, Xalqaro hamkorlik boshqarmasi va Interpol markaziy milliy byurosi orqali Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlariga so'rovlar tayyorlanmoqda. Ushbu amaliyotlar ortida yuzlab soatlik tezkor kuzatuvlar, raqamli dalillarni tahlil qilish, xalqaro hamkorlik mujassam. Natijada yana bir xavfli jinoiy tarmoq faoliyatiga zarba berildi.